Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Mana bugun 5-mart 2025-yil. Yana bitta qisqa video qilyapmiz. Mana bu yerda koreyskiy sulxan degan ko'chatlarini hal qilgandik. Yaxshi, buni agrovoloknoda qanchalik afzallik tomonlari, yaxshi tomonlari bor ekan. Hosildorligi juda yaxshi, toza, chiroyli bo'lar ekan. Xo'p, shu yerda yana bitta ko'chat ekkandik. Charli degan sorti. Ozgina ekdik. Buni Charli ham palaklari yaxshi, sog'lom. Rang yugurib boshladi. Bundan 2 kun oldin ham qilgandik. Bugun ob-havo bulutlik bo'lib tanop chiqaryapti. Unda tanoplarni yulib turish kerak ekan. Xo'sh. Lekin natija yaxshi tomonga. Mana bu qishda sovurganimi, boshqami qurib qolyapti. Mana birinchi Charli sorti ancha-muncha rangi qizarib qoldi. Baraklari sog'lom. Endi kechagina 3/18 berdik. Yantarni kislota bilan ildizdan. Baraklari mana sog'lom. Qarasangiz, hali ob-havo salqin kelyapti, ehtiyot bo'lingizlar. Shira ko'proq keladi. Endi sezoni boshlandi. O'rgamchak kana. Mana bu baraklaridan mana bu yerda tripislar tripis tushadi tagin. So'rib ketgandan keyin hosildorligi har xil jinjak yoki bo'lmasa bir kalibrovkasi o'zgargan holatda bo'ladi. Shuning uchun profilaktik o'rgamchakkana, tripis, shiraga qarshi dorilar sepib borasizlar. Holati juda bir yaxshi. Mana bu Aziya sorti. Aziya sortlari mana holati juda bir chiroyli. O'zimga ham yoqadi. Mana bu yerga ozgina joyga Charli ekdik. Charli ichida koreyskiy sulxan ham bor ekan. O'syapti, yaxshi. Holatlar juda bir chiroyli, ajoyib. Ko'rsangiz mana baraklar yaxshi o'syapti, yaxshi rivojlanyapti. Hozircha sog'lom. Sizlar ham shunga ehtiyot bo'linglar. Profilaktik shira tushishini yo o'rgamchakkani yo tripis tushishiga yo'l qo'ymasdan oldindan berib borsalar juda bir yaxshi bo'lardi. Mana bu bizda qora shahzoda, Chorny Prince degan sortimiz. Xo'sh, bir 10 metr joyini gulni yulganmizdagin. Qolgan mana 10 metr joyini gullarni yulmaganmiz. Jussasi mayda bo'lgani bilan buni ham hosildorligi juda yaxshiga o'xshaydi. Bu lekin ko'rinib turibdi, kasallikka chidamlik. Tanlamas ekan, yer tanlamas ekan, oziqa tanlamas ekan. Shunday bo'lgani bilan baribir e'tibordan qochirmang. Buning hosilini yeganimiz yo'q. Mana gullarni bitta barmoqqa. Demak, bu degani hosildorligi maydaroq bo'lar ekandagin. Meni fikrim bo'yicha buni birinchi yil ekishimiz. Keyin natijasini yana sizlarga tez video qilib boramiz. Mana bu yerda ham bir yangi sort ekkanmiz. Hosildorligi juda bir baland bo'lar ekan, lekin qizarib boshladi. Issiq bo'lganda bu tezroq pishardi.
Biz buni 10-chi, 15-chi martlarga degandik. Bundan oldin boshladi. Mana bu yoqlari esa, mana bu yoqlari bu alba kleri ochiq dalada bo'layapti. Mulcha qilganda foyda tomonlari bor ekan. O't, o'lanlardan asrab qoladi, yaxshi. Endi buni eng asosiysi hosildorligini qanday pishishi, qanday bo'lishini har bir ko'chatni tajriba uchun hal qilganmiz. Lekin bu yil birinchi marta ko'ryapman. Alba ham, kleri ham tanab chiqaryapti. Mana bunday tanablarni yulib tashlash kerak. Bizga hosil uchun ishlayapmiz. Xo'p. Mana yaxshi. Bular ham birinchi belgini berib boshladi. Alba ham, kleri ham. Xo'p. Yomg'ir ham boshlaverdi manaki. Endi bu yomg'irlar meni fikrim bo'yicha salbiy ta'sir qilsa kerak. Yana ham bilmadik. Xo'p. Mana qizarib belgi ochiq daladagi ham belgi berib boshladi. Palak hozircha yaxshi. Eng asosiysi hurmatli gruppadoshlar, qulpini ekayotganlar ochiq dalada bo'lsa, mana shunday e'tiborli bo'lsak, oziqalarni o'z vaqtida beringlar. Mana birinchi biz map berdik. Ikkinchi oziqasi xo'p 13-40-13 berdik. Uchinchisi 3-18 berdik. Kecha kalsiy nitratdan berdik. Bu mazasini, ta'mini oshirishga. Endi Xudo xolasa biz bugun keyingi oziqasiga kalsiyni berdik. Kaliy, magniy bersak, hop, biz o'ylagan natijaga erishsak kerak. Hammani dehqonchiligi baraka bersin. Shular qatori bizda ham dehqonchiligimizga qut baraka bersin. Har bir palak, har bir ko'chatlar, alba klerilar mana shunday palagi yaxshi bo'lar ekan. Tez yetilar ekan. Mana bu yerda Aziya degani oshem erta g'ovlab, balki hosildori juda yirik baland. Mana gigantela va cho'rni prinslarni palagi past bo'lganmini hosildorligi bularda ham yirik bo'lar ekan. Endi bundan ularroq farqliroq kleri albaniki yana bir boshqacha bo'lar ekan. Natijasini qanday rezultatdan erishishdan qat'iy nazar sizlarga yoritib boramiz degan umiddaman. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozingizlar. Like va podpisatsiya eslangdan chiqarmangizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Yanagi video ko'rishgungacha.